Şunu. Hani voy maşallah upa ko'p keladi. Mana upa ko'p keladi, mana. Havas qiladi inson, havas. Biz tortishayotibmiz. Chili pomidor bu. Cheri pomidor. Mana gapirsa-yu, ana pomidordan bitta ochaylik, o'zbek pomidordan. Bormi haligini? O'zimizga sotilmagan oching. Ochayashini iltimos. Mana shu videoga bitta ulanib ketsin. Shuni ochib bering, tayin iltimos. Bitta iltimos, daskamda sug'uring, mana shu terib beraman men. Mana upa ko'pga ham qilganman-da, sal tushunaman. Mana tevasi bilan tayinni solishtirib beramiz. To'xting. Mana shu ikki olamiz. Nima uchun jon kuydirayotganimizni mabodo upa ko'pasi bo'lsa, buni pulini berib qo'yaveraman, oshxonaga berib yuboraman. Faqat yaxshi bo'laylik deyapman. Mashina olaylik-da, kardon mana qo'yilgan. Buni qarang ahvolatni. Gapirsangiz, ana mana shu ushab turing, mana shunday ushab turing, gapirsa achchig'i keladi. Mana. Mani kalibrda qaranglar. Nima uchun jon kuydiryapmiz mana? Nima uchun? Qarang. Bu chirib, bu qarang. Mana chirib yotibdi. Bu qarang mana, chirib yotibdi mana. Nima uchun jon kuydir? Kalibr javob bermaydi. Mana Xitoynikini ko'rdik, ochdik, hammasi bir xil. mana aytay pomidorni mana chiriydi, tagiga solyapti. Mana shuni oling, nima uchun mana gapiryapman? Mana hozir Xitoy tovari, Eron tovari, boshqa tovarning ichida o'zbek tovari turibdi mana. Xudo taoloning mo'jizasi bu. Biz qila olmaymiz buni. Kelib chirigini solib qo'yib video olganim yo'q. Akamiz tasodif ro'za kunda kirib qoldik, nima tovar bordi. Mana akalar, mana bitta jaydaricha holat. Mana aka bizda O'zbekistonda meva-chevalar bor. Meva Omir. meva-chevalar bor mana. O'zbekistonda bor mana. Mayda xolos. Buni hammasi Xitoyda. Mana O'zbekiston tovari mana. 1 metr, 2 metr, 3 metr deylik. 150 kvadrat joyda 3 metr, bag'i 1,5 metr Xitoy tovari. Buning ichida nima o'zbek tovar, Eronning nimasi bor ekan nima? Ozarbayjonda xurmosi bor ekan bu ichida. Bo'ldi, bu yoq hammasi Xitoy tovari. Bag'i Xitoy tovari. Mana. Keling, mana oling mana. Mana Turkiya tovar, Xitoy tovar mana. Mana Xitoyda xurmosi edi. Xitoyda xurmo. Buni ko'rganmiz, yana bitta ochib ko'ramiz. Ertalar men ishxonamda xurmo do'qlangan tashlashovdi-da. Mana. Do'stim ko'ring mana. Og'ayni ko'ring. Iltimos bizda o'qilayotgan brokermi, dehqonmi, bobomi ko'ring. Ular ham oyoq qo'li bor. Bir inson. Mana bu tayinni ko'rsating mana. 3-qatorini ochdik. Mana tagi. Mana. Noto'g'ri bo'lsa ayting, og'ayni mana o'qlamayapti mana. Noto'g'ri bo'lsa ayting mana. Bu qorabaz mana bay bu. Yana hali qora dog' bordi, shunga ham bir mana birinchi qatorini ko'rdik. Ikkinchi qatorini ko'rdik. Mana. Uyalib ketadigan holat bo'lyapti. Uyalib. Mana bu eng tevasli qatori mana. Havas qiladigan ish, havas. Xudo xolasa 2025-yildan bizda ham shu ishlar bo'ladi, xudo xolasa. Biz va'da beramiz, qattiq harakat qilamiz. Alloh baraka bersin, tan olish kerak upa ko'pkalarni yorib tashlayapti. Gufra kardonlarda, karzinkada mana yashaydi. Turkiyadan kelgan, bejirim, chiroyli. Ular ham jo'natyapti. Aldamayapti, o'qlamayapti, sifatsiz mahsulot solmayapti. Meni millat yomon ko'rsa ham aytaman. Millatim uchun gapiryapman bu gapni. Vatanim uchun gapiryapman. Nimaga haqiqat ko'rib turib tan olishni xohlamayapmiz, tan olishni. Mana upa ko'pkalarni qaranglar, men qarang. Aylantirib yuborsam ishtima qilmaydi mana. Nima uchun mana jon kuydiryapti? Upa ko'pkalar mana. Men qarang, bejirimgina mana. Mana bolgarskiy. Mana o'qilamagan mana. Tayini ko'rsating iltimos. Men qarang. Mana tagi qatori nimaga? Mana millatini sha'nini o'ylayapti, obro'sini o'ylayapti. Ertaga vatanining nomini hurmat qilyapti. E'zozlayapti. Bulg'amayapti vatanining nomini. Mana shu terib qo'yasiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. 13-Xudo xolasa mart bugun inshaalloh. Charchamanglar, savdolaringga Alloh baraka bersin.